Toshkent yana havosi eng iflos mamlakatlar reytingida. Traveler yurti Misrdan turib O'zbekistondagi havoni ko'rib achinyapman. Afsuski, ko'rib turganingizdek, Misrda ham mana shu holat. Havo ifloslangan, odamlarning tomog'i og'riyapti. Kasalliklar shunaqangi ko'paygan. Bugun sizlarga dietolog sifatida 3 ta eng zo'r lifehack o'rgataman. Videoni saqlab oling va yaqinlaringizga ham bo'lishib qo'ying. Birinchi lifehack: elektrolitli suv tayyorlash. Chang havoda tana suvsizlanadi, tomoq og'riydi, bosh og'riydi. Mana shu holatda yordam beradi. Oddiy kunlik suv normangizga ozgina limon, qoshiqchaning uchida tuz va oz miqdorda asalni qo'shib aralashtirib ichadigan bo'lsangiz, organizmni tozalaysiz. Ikkinchi lifehack: yallig'lanishlarni kamaytirib beradigan oltin trio. Har kuni ratsioningizga albatta sitrus mevalarini, kurkumani va imbirni qo'shing. Va albatta kechki ovqatdan keyin 300 gram sutga bir osh qoshiqda kurkumani aralashtirib ichadigan bo'lsangiz, tomoq og'riqlari yu yallig'lanishlardan osongina qutulasiz. Uchinchi usul esa burunni filtrlash. Bilasiz, chang havo burun orqali kiradi. Qanchalik biz burunni filtrlab qo'ysak, shunchalik chang havoni kamroq yutamiz. Buning uchun bizga tuzli suv kerak bo'ladi. Qaynoq suvga bir osh qoshiqda tuzli suvni aralashtirib, 5-10 daqiqa sochiq yopib, ingalyatsiya qiladigan bo'lsangiz, changlarni kamroq yutasiz.